Assalomu alaykum qarindoshlar, qanday ahvolinglar? Men Amerikadan doktor Mehmet deyman. Men bugun yolg'izlik va ruhiy sog'lomlik degan temada qisqacha leksiya so'zlab o'tmoqchi. Men bu temada yolg'izlikninki qandaq bir tuyg'u ekanligi, uningki ruhiy sog'lomlikqa qandaq ta'sirlarni ilib keldiganligi va yolg'izlikninki konkret alomat va uning oqibatlari to'g'risida qisqacha to'xtalib o'taman. Tövəndə diqqətinizlər leksiyanın təfsilatıda bolsun. İnsanlarning ijtimoiy munosabat va bog'lanish ehtiyoji garchi tug'ma bo'lsa-mu, biroq ko'plagan kishilar doim yolg'izlik his qiladi. Undaqda yolg'izlik degan nima? Yolg'izlik hargiz oddiyla yolg'iz yashash bo'lmasdan, eng muhimi garchi atrofida ko'plagan odam bo'lsa-mu, ammo yanala yolg'izlik his qiladigan ruhiy holat. Yolg'izlik kishilarning ijtimoiy bog'lanishga bo'lgan orzusi bilan amaliy kechirmishlari o'tirsidagi farqni his qilganda kelib chiqadigan azob yoki beoromlik holati bo'lib, hatto kun bo'yi boshqalar tarafidan qo'rshalgan yoki jufti bilan bir uyda birga yashayotgan ba'zi kishilarmi o'xshashla ig'ir darajada yolg'izlikni boshdan ko'chirishi mümkün. Undaqda yolg'iz yashash bilan yolg'izlik orasida qandaq farqlar bor degan vaqtida yolg'iz yashash bilan yolg'izlik orasida tuvandagidek farqlar bor. Birinchi, yolg'iz yashash jismoniy jihatdagi yolg'iz holatni ko'zda tutsa, yolg'izlik ruhiy jihatda yolg'izlik his qilishni ko'zda tutadigan bo'lib, oldinqisi jismoniy yolg'izlik bo'lsa, keyingisi ruhiy yolg'izlik hisoblanadi. İkincisi, yolg'iz yashash u bir shaxsiy tanlash bo'lib, ular hayotidan memnun va hayotini ahamiyatli o'tkazalaydi. Ammo yolg'izlik his qilganlar o'z hayotidan memnun emas. Üçüncüsü, yolg'iz yashaganlar yolg'izlik his qilishimi mumkin, yolg'izlik his qilmasligimi mumkin. Yolg'izlik his qilganlar bo'lsa, yolg'iz yashashimi mumkin, boshqalar bilan birga yashashimi mumkin. To'rtinchisi, yolg'iz yashaganlarda odatda boshqalardan ayrilib qolgan tuyg'u yoki yolg'izlikdan rahatsiz his qilish bo'lmaydi. Aksincha, xushal va rohat his qilishi mumkin. Ammo yolg'izlik his qilgan kishilar boshqalardan ayrilib qolganligidan rahatsiz his qiladi. Ko'ngli yerim va tushkun bo'ladi. Beshinchisi, uzun muddat yolg'iz yashaganlar oxirida yolg'izlikqa taraqqiy qilishi mumkin. Mana bular yolg'iz yashash bilan yolg'izlik orasidagi farqlar. Undaqda qandaq insonlarda oson yolg'izlik his qilish paydo bo'ladi. Ya'ni qandaq insonlar oson yolg'izlik his qiladi degan vaqtida yolg'izlik his qilish garchi har qandaq yoshdagi kishilarning hammasida ko'rilsa-mu, ammo yoshning cho'ng'ishiga ergishib ig'irlashishi mumkin. Birinchi, mijozi g'alita, munosabat qilishni bilmaydigan insonlar oson yolg'izlik his qilishi mumkin. Ikkinchisi, yolg'izlik his qiladigan kishilar bilan ko'p aralashgan vaqtida kishilar ularning ta'siriga uchrab oson yolg'izlik his qiladigan bo'lishi mumkin. Uchinchisi, o'ziga ishonchi yo'q, tortinchoq yoki o'zini to'van ko'radigan insonlar oson yolg'izlik his qilishi mumkin. To'rtinchisi, gumonxo'r, shaxsiyatchi, o'ziga maftun va hasadxo'r kishilar oson yolg'izlik his qilishi mumkin. Beshinchisi, jismoniy jihatda ojizligi bor yoki kamtuk kishilar o'zidan xudi qilinib boshqalar bilan aralashmaganlik sababidan
oxirida oson yolg'izlik his qilishi mumkin. 6-si hech kim bilan aralashmay o'zi yolg'iz yashaydigan insonlar vaqtning o'tishi bilan barbara oson yolg'izlik his qilishi mumkin. 7-si qiladigan ishi yo'q yoki baldur pensiyaga chiqqan kishilar oson yolg'izlik his qilishi mumkin. 8-si boshqalardan farqli tafakkur qiladigan alohida aqlli kishilarmi boshqalar tarafidan rad qilinganligi va oraga olmaganligi uchun balkim ularmi oson yolg'izlik his qilishi mumkin. Mana bular insonlarning oson yolg'izlik his qilishiga sabab bo'lgan omillar yoki odamlarningki xarakterda mavjud bo'lgan omillar. Undaqda insonlarning yolg'izlik his qilishininki sabablari nima degan vaqtida, birinchisi davomli boshqalar tarafidan kamsitilish, chetga qilish, boshqalar tarafidan oraga ilinmaslik yoki shundaq his qilish. Ikkinchisi yangi muhitga ko'chib berish, burunqi do'st birodar va urug' tuqqanlardan ayrilish. Yolg'iz yashashga mecbur bo'lish, ya'ni yolg'iz yashashni o'zi tanlash emas, balki yolg'iz yashashga sharoit tufaylidan mecbur bo'lish. Uchinchisi, oila munosabati yaxshi bartaraf qilinmaslik, hamroyi bilan ajrashib ketish yoki hamroyidan ayrilib qilish. To'rtinchisi, oilada o'limlik bo'lish yoki boshqa ig'ir kelishmaslik va fojialar kelish. Beshinchisi, o'ziga bo'lgan ishonchning kamligi yoki boshqa sabablar tufaylidan boshqalarning o'zini kamsitishi, ko'zga ilmasligidan andisha qilish yoki shundaq his qilish yoki xuduklanish. Oltinchisi, atrofida gap so'zi bir yerdan chiqadigan yoki sirdoshqidek odam bo'lmaslik yoki o'ziniki tafakkur, aql, farosati bilan o'xshash yoki o'zini tushuna oladigan insonlarning kam bo'lishi. Mana bular insonlarning yolg'izlik his qilishiniki konkret sabablari. Albatta, o'xshamagan insonlarda ba'zi o'xshamagan farqlar bo'lishi mumkin, biroq bular mushu insonlarni yolg'izlik his qildiradigan muhim sabablar. Undaqda bu yolg'izlik his qilgan insonlarda qandaq alomatlar bo'ladi yoki yolg'izlikning konkret alomatlari qandaq bo'ladi degan vaqtida, yolg'izlikning konkret alomatlari uni keltirib chiqargan sabab va shaxslarning konkret ahvoliga qarab farqli bo'ladi. Birinchi, sababsiz ko'ngli yerim bo'lish, beoromlik yoki do'stlardan ayrilib qolgandek his qilish bo'ladi. İkincisi, her xil sorularda, bo'libmi ijtimoiy taratqularda o'zini xushal, baxtli ko'rsatishga bak kuchab ketadi. Ya'ni uningga alohida e'tibor beradi. Chunki bundaq kishilarning ichki dunyosida xushal bo'lmaganligi uchun, boshqalarning o'zidan gumonlanib qilish uchun o'zining tashqi ko'rinishiga alohida ahamiyat beradi. Uchinchisi, sababsiz konu do'st birodarlarni va yaqinlarni sig'inib qoladi. To'rtinchisi, boshqalar o'zini xato tushunib qolgandek his qiladi. Beshinchisi, atrofda shuncha ko'p odam bo'lsa-mu, ammo ular o'zini tushunmaydigandek, ular bilan paranglashish ahamiyatsizdak yoki ular bilan o'rtaq til yo'qdek his qiladi. Oltinchisi, sababsiz chetga qiqilgandek, oraga ilinmagandek his qiladi. Yettinchisi, o'zini yoki kelgusini bexatar his qilmaydi. Mana bular yolg'izlik his qilgan kishilarda bo'ladigan konkret alomatlar. Undaqda bu yolg'izlik texmi taraqqiy qilgan vaqtida, ya'ni yolg'izlik his qilganlarning ahvoli texmi ig'irlashgan vaqtida qandaq alomatlar va oqibatlar kelib chiqadi degan vaqtida bu yolg'izlik ig'irlashgan kishilarda tuvandagidek
ahvollar kelib chiqishi mumkin. Birinchisi, mag'dursizlik his qilishi va energiya to'valab ketgandek his qilishi mumkin. İkincisi, atrofdagi sheylarga bo'lgan qiziqishi to'valab ketishi mumkin. Üçüncüsü, hayat ma'nisiz ve ahamiyatsiz tuyulishi mumkin. To'rtinchisi, uyqusizlik, uxlash, qiyilishish yoki odatdan tashqari ko'p uxlaydigan bo'lib qilishi mumkin. Beshinchisi, o'zini qimmatsiz yoki hech narsaga arzimas his qilishi mumkin. Oltinchisi, barliq ijtimoiy faoliyatlardan chekinishi mumkin. Yettinchisi, jamiyatga o'chmanlik qilish yoki dunyoga o'chmanlik bilan qarashi mumkin. Sakkizinchisi, shukurlashish, o'zini o'ltirib olishi mumkin. To'qqizinchisi, aroq va zarlik chekimlikka xumor bo'lib qilishi mumkin. O'ninchisi, esda saqlash ig'ir ta'sirga uchrab, Alzheimer va yurak kasaliga oson giribdor bo'lishi mumkin. Mana bular yolg'izlik ig'ir darajada taraqqiy qilgan vaqtida, ya'ni yolg'izlik ig'irlashgan vaqtida ko'riladigan alomatlar va oqibatlar. Undaqda qandaq qilib yolg'izlikdan saqlang'ili va uningdan g'olib kelgili bo'ldi degan vaqtida bu yolg'izlikdan saqlanish va uningdan g'olib kelish uchun birinchi oldi bilan yolg'izlikning alomatlari va uning yomon oqibatlari bilan tanishib chiqish kerak. Ikkinchisi, yaxshi ko'radigan yoki yoqtiradigan ko'ngil ichish faoliyatlariga aktiv qatnashish kerak. Uchinchisi, ijtimoiy munosabatda aktiv fikr va pozitsiyaga ahamiyat berish kerak. To'rtinchisi, boshqalar bilan bo'lgan munosabatni taraqqiy qildirishga ahamiyat berish kerak. Beshinchisi, har xil ijtimoiy gruppa va ijtimoiy faoliyatlarga aktiv qatnashish kerak. Oltinchisi, o'ziga ishonadigan do'st birodarlar bilan davomli suhbatlashish, ular bilan sirdishish bu yolg'izlikdan g'olib kelishda nihoyatda muhim. Yettinchisi, psixika doktorga ko'rinib, sistemalik davolash elib berish kerak. Mana mushular orqali biz yolg'izlikdan saqlana olishimiz va uningdan g'olib kela olishimiz mumkin. Yolg'izlik va ruhiy sog'lomlik to'g'risidagi bu qisqa leksiyani mishada oxirlashtirmoqchi. Hammanglarning diqqat berganinglarga ko'pdan ko'p rahmat. Hammamizni Allah hammamizni hargiz yolg'iz qo'ymasin. Do'st birodarlarimiz va urug' tuqqanlarimizdan ayirmasin. Oxirida hammanglarning tiniga salomatlik tilayman. Xayr xo'sh, Allohga omonat.